Xitoy təşviqat vasitələri Ərfiyaga hücum qilishga başladı. Qadrli ko'rmalarimiz, albatta Ərfiya Ali xanım Yaponiya siyosat sahnasida chaqnashga ko'zik ko'rinishga boshlagandan tortib bu chidamas Xitoy tajovuzchilari numussizlarcha mayli tor yollanmaları, bütün tordagi ijtimoiy fikr vositalaridagi axlatlarni harakatga keltirish orqali bo'lsin Yaponiyaning ichida buni siyosatda Yaponiya xalqining qo'llashidan ayirib etish uchun qilmagan pastkashlikka qilmagan de hali ham buni davomlashtirib oqidan g'albasi Xitoyning ko'ziga ajoyib petyapti. Shuning davomi shaklida hatta bulup bunun Uyghur buluş süpütü bilen bundaq bir çoğun sahnede çaqnaşı Xitayni Xitay yeride olturamay qılıvatıdı. Günden günüge mana şundaq bütün axlaq, numus deyilğanı bilmegen şekilde hücum qilishga başladı. Xitayning bu qatimqi eng oxirgi hücumu nima bo'ldi deganda asosli təşviqat organlaridan biri bo'lgan Yer shari vaqt kezdi oldingi hafta maxsus video ishlab tarqatan bu qatim Ərfiyaga hücum qilib Şinjan zahri degandek iboralar bilan haqorat qildi Ərfiya Aliga. Mazkur videoda Ərfiyaninki tarjimali tafsili tonishtirilgandan sirt, yani Xitoyning zuvanida hamda bu bir Xitoyning ichidagi bir burunqidek tor axlatlar masalan YouTube yoki Xitoyning o'zininki do'yoni ichidagi shaxsiy shaklda chiqqan bir Xitoy emas hamda. Resmi devlet kanali zuvani çıkıp bu şekilde hakaret bilen zehrini çaştı hem de Ərfiyaga. Onun milli kimlikinden tatip bir yerde tefsili tercümalı tanıştırılğandan keyin Ərfiya Ali'nin milli kimlikinden paydalanıp Şərq Türkistan meselesi de Xitayga toxtumay qarşı sürkügeliki Xitayga qarşı taratqular ve müstakillik güçleri bilen til biriktirip Xitayga hücum qilganligi Yaponiya hukumatidan Xitayning inson haqlari masalasini qattiq ayıplashni talab qilib kelganligi, shundaqla Hong Kong va Tayvan masalasidami Xitayga qarshi maydonni oshkora bildirib kelganligi degandek bayonlar o'rin olgan bo'lib, Ərfiyaga numussizlarcha so'zlayotgan Xitoyning bir chiroyi qarab baqili yani. Ya inson talati bormi bu Xitoyning? Numussizlarcha Ərfiya Aliga nima deydi? Yirginishlik chiroy degandek haqorat iboralari bilan iboralarni ishiltib turib, o'zining yundisini chashdi bu Xitoy hamda. Videoda yana bosh vazir Sanoat Takaichining Ərfiyani boshdan oxir qo'llab kelganligi va muhim vazifalarga qo'yganligi. Ərfiyaning Takaichining qadamlariga moslashganligi, uning Uyg'ur kimligi va konservativ maydoni sababli Yaponiya hukumatining uni Xitoyga qarshi bir qarti sifatida qo'llanayotganligi qatorliq bildirishlar o'tirg'a qo'yilgan. Videodagi mazmunlarni Xitoyning ko'plagan tashviqot organlari ham bahrlab tarqatgan taraf-tarafga. Ya bu Xitoylar bu qadar numussizki, yani arqadan bu qatim Ərfiya xonimning 3-chi qatim parlament a'zoligiga saylanışı. Bu numussizlar biz ilgirmi qanchagan qatim to'xtaldik yani. Yani Ərfiyaninki Uyg'ur bo'lib qolganligi sabablik bunda bir ama Uyg'urlar zulm tatib ketibdi. Bunu biz qo'llab qo'yaylik Xitoy dushmanimiz bo'lgandan keyin deb buningga biralqi manda bir boshqa bir sabablik chiqib qolgan bir siyosatchi emasligini, uning ilgari qilgan xizmatlari, o'zini qanday isbotlaganligi, o'zining atrofidagi butun raqiblardan eshib tushadigan darajada salohiyati, qobiliyati bo'lganligi uchun ondan keyin bu yerlarga keladiganligini har qanday normal aqli va inson uniki bütün nanalarda ishlaganligini, o'zini qanday bu siyosatda o'zini isbotlaganligini nayt ro'shan shaklda ko'ra oladi shu. Biz ilgirmi to'xtaldik Yaponiyada birasining birinchi qatim agarda saylanib bir parlamentga siyosatchi bo'lib kiradigan bo'lsa, bu balkim ta'lim bo'lishi mumkin, yani xalqni bir sinab boqaylik deb saylanib kiradigan bo'lishi mumkin. Yaponiyada mashhur so'zkan bu hamda. Ammo ikkinchi, uchinchi qatim yana qaytadan saylanib kiradigan bo'lsa, o'zining butun atrofdagi xalqqa birinchi qatimliq saylangan vaqtida o'zingni isbotlab shularga degan va'dani amal qilib qilgan xizmatlaringda shu xalqning ko'nglini uftalganligining sababidan ikkinchi, uchinchi qatim bo'la olaysan degan bir narsa
meşhur bir adet bağlıqını, söz bağlıqını biz degan to'qiyli. Hem muşqetimliq saylan mezgilidimi? Yani mındal bir kepqan uyg'urib qolganlik uchun men zulm tatib ketdi deb saylanib qolmadi yani. Bütün saylam jarayonida mayli ijtimoiy uchur vositida bo'lsinmi shu Arfiyaning va yoki Arfiyaning partiyasininki saylam mezgilida elib borgan bütün namina ko'cha o'zining saylam rayonida xalqlarga shu poyezd bekatlari uya buya hamma yerga berib kishilar bilan ko'rishib ter oqqizib yani o'zini haqiqiy bir shaklda hatta boshqa partiyaning ichidagi ilgari vazifa o'tagan ministrlar ashularmi Arfiya xonning yeniga kelib Arfiyaning o'zining ilgari qilgan xizmatlari Yaponiyada qanday xizmat ko'rsatganligi haqiqiy qobiliyatli kishi ekanligi sababli shu billa saylan mezgilida so'zlab Arfiyaga ovoz tashlab buning siyosatda Yaponiyani texam yuqori pallaga olib kelishi uchun qo'shqodir muavin tashqi ishlar vaziri bo'ldi. Mushunda vazifalarni ijro qildi ilgari navbatlarda deb mushu butun saylam jarayonida qilgan videolarni ko'rsa aniq holatda qanday javob atib qanday bu yer kelganligini bilalaydi. Ammo bu nomussiz Xitoylar nomussizlarcha butunlay mushundaq boshqa yerni elib yuziga chaplab turib mushuna qari chaplayalaydi bu nomussizlar. Bultur 10. ayda Sanoat Takaichi Yaponiya bosh vaziri bo'lib saylangandan keyin Uyg'ur siyosiyon Arfiya Yaponiya muavin tashqi ishlar vazirligi vazifasiga qayta tayinlangan edi. U yana oldin qaynoq 5-da o'tkazilgan Avam palatasi saylamida 3-qatim Avam palatasi a'zosi bo'lib saylangan edi. Arfiya bultur 12. ayda Yaponiyaga ziyoratga borgan Turkiston Cumhuriyatlarining prezidentlarini kutib olishga chiqqan amaldorlardan biri bo'lib, bundan keyingi siyosiy hayotida Yaponiya bilan Turk islom dunyosi o'rtasida kövrüklük rol oynaydiganligi ro'shan gavdilangan edi. Buni o'z vaqtida masalan shu O'zbekiston prezidentining gap qilganda o'sha butunlay ovozli holatda biz mushlarning ba'di butun dunyoda tarqaldi bu ijtimoiy uchur vositalarida. Demak bu shaklda bundan keyingi siyosatdimi albatta Turk dunyosi bilan islom dunyosi bilan qanday rol o'ynaydiganligini ham ko'rib o'tishda emas. Xitoy ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan, barliq haq-huquqlardan mahrum qoldirilayotgan bir vaziyatda albatta ko'chman bir Uyg'urning avlodi bo'lgan Arfiyadek bir Uyg'ur qizininki Yaponiyada siyosiy sahnaga chiqa olishi va muhim eng yuqori vazifalarga qarab ilgirlab mangalishi albatta Xitoyni joyida o'ltirg'izolmaydi yani. Xitoyning bir yerlari qimirlab ketyapti hozir. Bu darajada hamda chidayolmay qoldi-da buningga. Xitoyga urilgan eng kuchli shaplaq deyishga albatta bo'ldigan masala bu. Navbatda Yaponiya Xitoy diplomatik krizi borgan sari kuchayotgan bir vaziyatni boshdan kechiryapmiz. Xitoy ham Yaponiya hukumatidan ham ko'ziga mix bo'lib qadalgan bir Uyg'ur siyosiyonidan o'ch olish uchun tashviqot vositalarini nomussizlarcha qo'llanmoqda bu yerda. Yani bütün vasıtlarını. Hatta Yaponiyanın içinde Yaponca fakat mağamda Xitayca çıkıp özünün Xitaylarına qarlap beriyotdi hamda bütün dünyadaki. Yaponiyanın içinde ictimai uchur vasıtlarida bütünlay Yaponca inkas yazılgan sanaqsız şu tor yallanmalarını, g'alchilarini ish qilib turib inkas yazib bütünlay buningki qanday xarizvoligini. Shu Yapon xalqining qo'llashidan yiroq qilishimiz kerak buni deb suiqasd ham davom qilyapti. Ammo shu o'zining Uyg'urligidan faxrlanadigan ekanligidan bu yer bir ta'kidlab qo'yish kerak. Masalan, Arfiyaniki saylan mezgilida, mushqatimning saylan mezgilida chunki o'zbek deb ijtimoiy uchur vositalarida gap chiqib ketdi masalan. Shu bir cho'ng bir siyosiyon shu Arfiyaga ovoz xalqning saylamda Arfiyaga ovoz berishini talab qilayotgan vaqtda o'zining so'zida bu mishna Xitoy jinoyat yaxshi bo'ldi, manda yerda o'qigan, manda yerda ishlagan bu o'zbek millatidan u deb yaponcha so'zlayotgan vaqtida Arfiya shu yerdan cho'ng bir siyosatchiga, pishqadan bir siyosatchiga o'zining Uyg'ur deb yeniga berib bir qancha qatma quloq anglamay qolganda qishig'i berib men Uyg'ur deb o'zining Uyg'urligini faxrlanib turib bu yerda tilga oldi saylanmas keldi. U narsimi ijtimoiy uchur vositalarida haqiqatan aşağıdaki bütün xalqma kulib ketdi, o'zining Uyg'ur ekanligini deb siyosatchiga degan vaqtida. Uni ko'rsanglar bo'ldi ijtimoiy uchur vositalarida har zaman o'zining Uyg'urligini hech bir shaklda xijilib qolmasdan, yushirmasdan
davamlı oturup koyup durup bütün vatandaki halkımızın, kız ayarlarımızın tatip atkan zulümlerini, körüp atkan narsini ben onu her köge vaktimde özemge kılınıp dep his kılma, o hissiyatını içimde his kılma diyen sözlerimi ilgili videolu halatı bağlı vatanımız bilimiz.